qizim turmushga chiqish qiyin bo'lyapti, nima qilishim kerak? Siz nima? Siz qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Qizingiz xohlamayotgan bo'lsa, siz qadalmangda, qo'yib yuboring, Allohga topshiring. Boya aytdim-ku, turmushga chiqish kerak. Voy, qizim turmushga chiqish kerak, o'tirib qolyapti, 30 ga kelib qolyapti. Voy, nima qilishim kerak deb ikki xayolingiz qizingizni o'ylagandan keyin u dash o'tiraveradi. Qo'yib yuboring, ko'z oldingizga keltiring. Oq ko'ylak kiyganini, kelin bo'lib yurganini, hovliga suv sepib o'tganini minnatdorchilik ayting va nihoyat qizimni uzatdim. Yaxshi joyga tushdi. Shunday qudalarim tilla, oltin qudaga berdi menga deb turib. Mana shunday yo'q narsaga minnatdorchilik ayting. To'yni ko'z oldingizga keltiring. Vizualizatsiya degan narsa bor. Siz esa hozir qolib ketarmikan, qari qizlar qolib ketarmikan, ertaga men o'lib ketsam, mani kenangizni qo'lida qolib ketarmikan deb siz уже примерно qizingizni qolib ketgan, akasi bilan kenangizni qo'lida qolib ketgan, turtki bo'lgan, o'g'an ovqat bermagan, короче, kun bermagan, mana shunday obraz yaratib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Biz u tomondan rost sanaqamiz-ku, fantaziyamiz zo'r-ku. Yaxshi narsani yarating. Yo'q, yomon narsani zo'r yaratamiz deb, yaxshi narsani yarating desang, o'tgan safar bittasi qanaqa yaratsam ekan deydi. Men aytmoqman, datavo ifloslanib ketganda miyamiz yaxshi narsani yarata olmaymiz. Uyat bu.